Assalomu alaykum yana bir bor. Darsimiz boshlanyapti. Yozib olishni boshladik. 8-sinf O'zbekiston tarixi 2023-yildagi yangi darsligimiz 6-mavzu Chig'atoy ulusini tashkil topishi. Chig'atoy ulusi degan davlat qanday tashkil topdi, shu haqida ozgina gaplashamiz. Demak, 13-asrda Xorazmshohlar hukmronlik qilayotgan edi O'rta Osiyo hududlarida. O'tgan darsimizda gaplashgan edik. Xorazmshohlardan Anushliginiylar mamlakatni boshqarayotgan edi. Anushliginiylarda Avlodi Muhammad davrida demak, Mo'g'ullar davlatiga asos solinadi. Mo'g'ullar Naymanlarni, keyin Xitoyni, dashti quchoq yerlarni, xullas, to Xorazmshohlargacha bo'lgan katta hududlarni egallaydi va ikkita mamlakat chegarasi bir-biriga qalashib qo'ygandi. Va dastavval Mo'g'ullar davlati hamda O'rta Osiyodagi Xorazmshohlar davlati o'rtasida bir necha marta elchilik almashinuvlari bo'ladi. Keyinchalik o'sha Chingizxon katta savdo karvonini Xorazmshohlar huzuriga yuborganida karvon o'trori talanib, g'azablangan Chingizxon davlatga yurish qilardi. 1219-1221-yillarda Xorazmshohlar davlati bosib olinadi hamda Mo'g'ullar davlatining bir qismiga aylantirilgan. Mo'g'ullar demak, O'rta Osiyoni bosib olgandan keyin o'zlarini demak yurishlarini g'arbga qarab yana davom ettiradi. To o'sha O'rta Sharq hududlariga yoki Rossiya hududlariga o'zlarini harbiy yuklarni davom ettiradi. Endi aynan Chingizxon vafotidan oldin 1224-yilda o'zi o'sha boshqargan katta Mo'g'ullar imperiyasini 4 ta qismga bo'lib beradi va mana shu bo'lingan hududlarda boshqaruv yasoq qonunlari bo'yicha bo'lishini aytadi. Ya'ni yasoq qonunlari bu o'sha Mo'g'ullar davlati uchun xuddi mana hozirgi zamonamizda konstitutsiya qanday? Barcha hujjatlar, qonunlar albatta konstitutsiyaga zid bo'lishi kerak emas. Mavjud qonunchilik tizimini negizi, asosi deymiz, poydevori deymiz. Mo'g'ullar davlati uchun esa konstitutsiya vazifasini ular demak Chingizxon davridagi yasoq qonunlari bajargan. Yasoq qonunlari. Yasoq qonunlari asosan o'sha Mo'g'ullarni boyagi urf-odatlarini ham bir inobatga olgan holda bir yozilgandiki, u yerda taxtni egallash, davlat boshqaruvi yoki o'sha qurultoyda ko'riladigan masalalar hammasi bor edi. Va yasoq qonunlarga ko'ra Chingizxon bo'lib bergan 4 ta hudud, ya'ni o'zi asosiy o'sha Mo'g'ullar davlati, hozirgi Mo'g'uliston bilan Xitoydagi O'rta Osiyo yerlaridagi Chig'atoyga berilgan yerlar, ya'ni Chig'atoy ulusi, Jo'jiga berilgan yerlardagi Jo'ji ulusi, keyin Tuluga berilgan Erondagi hududlar. Mana shu 4 ta hududda hukmdorlar faqat shu o'zlariga berilgan hududlarda davlatni boshqarishi kerak edi va bir-birini davlatiga daxl qilish kerak emas edi. Bu juda yaxshi qonun bo'lgan aynan mana shu joylari. Chunki Temuriylarda mana shu narsada muammo yuzaga kelib qoldi. Temuriylarda. E'tibor beradigan bo'lsangiz, Amir Temur o'limidan keyin o'sha taxt uchun kurash kuchayib ketadida, bir-birlari bilan taxt vorislari, shahzodalar o'rtasidagi kurash bo'lib, mamlakat 15-asr ikkinchi yarmiga kelib parokandaga tushib qoladi. Lekin Mo'g'ullarda ham taxt uchun kurash bo'ldi, lekin Temuriylarchalik bo'lmadi-da. Temuriylarchalik bo'lmadi. Ular o'sha Chingizxon davridagi yasoq qonunlarni juda qattiq hurmat qilishdi va unga amal qilishga harakat qilishdi. Demak, qisqacha mana shu Chig'atoy ulusini tashkil topishi va Chig'atoy ulusini hukmdorlarini yoki yasoq qonunlari bu yerda ustunlik qilishi, Jo'ji ulusini Chig'atoy ulusiga demak daxl qilmasligi iloji boricha ma'lum ma'noda urushlar bo'lib turgan, lekin boya aytgandek Temuriylarchalik urush bo'lmagan. O'sha holatga ozgina ma'lumot berib ketdik. Qolganida mavzu davomida yana gaplashamiz. Xo'p, Chig'atoy ulusi poytaxti Olmaliq bo'lgan hozirgi Xitoy hududida joylashgan shahar, tarixiy shahar bu Toshkent viloyatidagi Olmaliqimiz va 1224-1266-yillarda u davlatning markazi bo'lgan.
ya'ni hukmdorlar Olmaliqni o'zlariga qarorgoh qilishgan edi. 1318-1326 yillarda esa demak davlatni qarorgohi Mo'yinnaxrga, ya'ni Qarshiga ko'chadi. E'tibor berayotgan bo'lsa, Chig'atoy urusining dastlabki markazi Xitoyda bo'lgan, keyingi markazi mana Mo'yinnaxrda, hozirgi O'zbekiston hududiga to'g'ri kelyapti. Markaz o'zgaryapti. Tillari dastlab mo'g'ul tili bo'lgan, keyin mana Chig'atoy tili deyapmiz. Bu o'zi aslida turk tili. Chig'atoy tili degani qaysi til demanglar, bu turk tili bu. Keyin fors tili. Dini islom, shomoniylik va angrichilik kabi dinlar bo'lgan. Hop, pul birliklari tangalar, kepaki, dirham kabi tangalar, keyin maydoni 3,5 million kilometr kvadrat bo'lgan. Mana hozirgi O'zbekistondan 9 baravarmi katta bo'ladi. Hozirgi O'zbekiston demak 448 bo'layotgan bo'lsa, hop, taxminan shunday. Boshqaruv shakli, hop, monarxiya bo'lgan, sulola singiziylar, qonun chiqaruvchi hokimiyati qurultoy va hukmdori xon. E'tibor berasizlar, ulug'xon deyilmayapti, xon deyilyapti. Hop, yana bitta narsani sizlarga tushuntirib ketishim kerak edi. Yana bitta narsani hozir tushuntirishga harakat qilaman. Judayam muhim omil. Hozir. Mavzuning boshida xarita bor edi. Xarita bo'yicha mana bu xarita. Mana shu xaritaga diqqat qilasizlar. Mana hozir kanalga ham tashladim. Bu yerda mana Yuan davlati deyilyapti. Buyuk mo'g'ul ulusi. Ya'ni buyuk mo'g'ullar davlati deb ataylik. Buyuk mo'g'ullar davlati. Aytgan mana alohida qilsak ham bo'ladi. Belgilasak ham bo'ladi. Xo'p. Hop, ikkinchi rasm. Boshqatdan tashladim. Atayin stiralka qo'yib, Buyuk xon ulusi deb atalyapti. Buyuk xon ulusi bu buyuk mo'g'ullar davlati. Chingizxon asos solgan, Chingizxondan keyin O'qitoy va valiahd bo'lgan buyuk mo'g'ullar davlati mana shu. Endi mo'g'ullarni imperiyasini boshqa hududlari, mana Jo'ja ulusi bo'lgan Oltin O'rda, Chig'atoy ulusi yoki mana Huvakiylar davlati deyapmiz. Qolgan imperiyani 3 ta davlati mana shu buyuk mo'g'ul ulusiga bo'ysungan. Tushunyapsiz? Buyuk mo'g'ul ulusiga bo'ysungan ekan. Endi buyuk mo'g'ul ulusining hukmdorlari Ulug'xon deb atalgan. Hozir uni qo'yib beraman. Ligasi ham bor. O'sha qo'llanmada ham yozganman. Buyuk mo'g'ul ulusining hukmdorlari Ulug'xon deydigan. Oltin O'rdadagi, Chig'atoy ulusidagi va Huvakiylar davlatidagi hukmdorlar esa oddiygina xon deyilgan. Endi mana shu buyuk mo'g'ul ulusiga narigi 3 ta sariq, mana siyoh rang turibdi, jigarrang turibdi. O'sha rangdagi davlatlar buyuk mo'g'ul ulusiga rasman tobe bo'lgan. Amalda esa o'zlari mustaqil davlatni boshqarishga harakat qilgan. Amalda mustaqil bo'lishga intilgan. Endi hop, yana qo'llanmaga qaytamiz. Mana bu xon unvoniga to'xtalmoqchiman-da. Chig'atoy ulusini boshqargan hukmdorlar xon deb atalgan. Buyuk mo'g'ullar davlatini boshqarganlar esa Ulug'xon deb atalgan. Endi qarang, mo'g'ullar istilosini O'rta Osiyoga ta'siri nima? Demak, voqealar bo'lib o'tdi. Ular istilo qilib yurtimizga kirib kelgandan keyin degan masala. Birinchisi Samarqand, Buxoro, Urganch O'rta Osiyoning eng yirik 3 ta shahri. Plus Xo'jand, Marv, Termiz, Nisob, Balx, Nishopur.
Demak, mana shu shaharlar xarobaga aylantiryapti. Samarqand, Buxoro, Urganch, Xo'jand, Mard, Termiz, Nisob, Balx, Nishopur. 9 ta shahar xarobaga aylanyapti. Balx va uning atroflari 6 oy davomida suv ofatini boshdan kechirgan ekan. 6 oy davomida deyapti, suv ofatini boshdan kechirgan ekan. Endi 4 ta hudud aholisi esa o'z shaharlarini tark etadilar yoki qirib tashlanadi. Bu Samarqand, Buxoro, Urganch va Marv bo'lyapti. Masalan, Buxoroda nima qilindi? Buxoro bilan Samarqand yoqib yuborildi. Buxoroda ilm-fan egalari bo'lgan ulamolar, shayxlar mo'g'ul jangchilariga xizmatkor qilib berildi. Xo'p, Marvda to'g'onni buzib tashladi. Marvda ah, istilochilar deyapti, e'tibor berasiz. Ilm-fan, me'morchilik, hunarmandchilik. Xo'p, sal yaqinlashtiring. Xo'p, mana tijorat, sug'urma dehqonchilikni aynan shu o'lkaga kelib o'rgandi. Ungacha bilmas edi. Mo'g'ullar ilm-fan nimaligini, me'morchilikni, hunarmandchilik, tijoratni va dehqonchilikni bilmas edi. O'rta Osiyoga kelib o'rgangan ekan. Endi e'tibor berasizlar, Chingizxon buyrug'i bilan buzib tashlangan sug'orish inshootlarini qo'llanmasi bor. Xo'p, Ma'rifdagi qaysi inshoot buzib tashlangan ekan to'g'ri?